boshla. Bismillah da. Qalasizlar? Gapir. Qalasizlar? Yaxshilar. Kimni sinfdoshisan? Nurberdi. Boshlayib tabriklab qo'ying. Tabriklayman. Nurberdi tabriklayman. Assalomu alaykum. Qalay chiqagiz yaxshimi? Asal qizim, xotincha qizim. Xotini xursand bo'lgan bo'lsa kerak. Ha, rosa xursand. Eshidan kirishimlar erkin. Pampers olib keldingizmi deydi. Assalomu alaykum deyishmaydi. Pampers olib keldingizmi deyishadi kelinlar. Shundan qutultirdim seni bolam. Hadi yottirani dam olsin yaxshi. Ya, gap 3 ta kampir maza qildi. Bizki ko'rganganda. Faqat bitta cheki to'g'ri chiqaverdi. Ichida. Sana ko'tarmayman. O'zingizgami? Kelaman. Hormaylar, qalaysilar? Bezor shunta keladi. Mamlakatga qizilni so'rab zo'r bo'ldi. Bitta zo'r voqea bo'lganda otani aytib beraymi? Ha? Videoga aytib beraman, bizgida. Hozir gapimizda esimga tushib ketdi-da. Hojatxona qurib berasizlar, keyin borib keladigan. Yo'q, hojatxona devorga taqishib, trubasi bilan o'tib oborasiz. Rahmatullohiga qilib turadi. Bitta meni momamni, katta buvamni, amakimni borlarini, endi amakimni qaynonasi o'tib ketdi, u ona hojona o'tib ketgan. Bizga yoshligimda mana shu bulardan ham kichkina Umrbekda qildim. Umrbekda qaligimda kelib, Abdurahmon bolam, endi qishloq sharoiti bu paytlarda qo'yib qo'yasizlar. Ha, hozir uzoqda svet kiyib qo'ygan ekan. Bu kattalarning hammasiga aytdim, Abdurahmonjon, sizga aytsam qilasiz shekilli. Mana shunga chiroq tushirib berasiz, bolam desa, hali katta odam gap yerda qolmasin deb turib, oldingida haligi cho'pakka paxta o'rab chiroq tushiradi-yu. Ashuna deyapti shekilli bor, tualetda eshigini tagiga shunaqa cho'pakka paxta o'rab qo'yib qo'yibdi. O'nicha oldingida irim bo'lardi. 40 kungacha o'lganlarga 3 ta paxtani bo'yran cho'piga o'rab yoqib qo'yardik. To'g'ri degan ekanman o'zi, tualetga qo'yib uni. Zo'r bo'lgan. Assalomu alaykum. Hormaylar, yaxshimisizlar? Sog'lik, yaxshimi? Hojana, yaxshimisiz? O'shan mashaq o'tqisi bo'lmaydi. Mamlakatga. Men yoqqa. Haligi binaslar qo'rg'ashtirsa, mana qo'yib qo'ydingda. Kelgan yo'q, men yo'qchiga oyog'im qo'ydim. Uzoqlar. Oyog'im ko'tiga yopishgan. Stol bilan olib kelamiz. Ulan yo'q. Uyga kirmaysizmi, ojona? Ya, men uyda. Astag'firullah. Sovqatib olmaysizmi dedi? Ovqat? Sovqatib. Ha, ovqatmi? Yo'q. Ya, sovqatmaysizmi deyapman. Narsani maydalar, bundoq qilib o'tin qo'shib kerak. Endi hayot ishlatmaydi u narsani. Ertadan keyin qilishib olaveradi sekin. Buni hojani Nashka shundoq, ana meni g'o'zapoya bo'lsa ham qancha oshxona bo'lar ekan-a. Mana bu g'o'zapoyani bo'lsa, ana necha oshxona bo'lar ekan-a. Hey, bularga ham bitta ish qolsin deb qo'yib deydi. Voy bechora qattan qilmaydi endi. Qilib kim qiladi? ishlata hojani buni ishlatadiganini ishlatar ekan. Keyin oshganni keyin o'tin qo'yamiz dedi. O'tinga mudomda taxlaylar, maqtaqa tashamaylar. Iltimos, shoyani o'yiga qilib. Ha. O'ston qilashni Katta taxlashaveradi hamma joy. 5 qarab qurib boqardik-da. Agarchi mana mashinadan mana bunga ozgina chiqib turib bunda qo'ylar ilib qo'ygan bo'lsa, onam bizani xirchi bilan solardilar-da. Taxtani olib urib o'tindan taxlatardilar. Tom ketazligiga o'yimiz, tom bolxonasiga o'tin taxlardik. Bilasizmi nimada o'ti? Tutdi shoxi cho'pidan qurtib chiqqani. G'anasini pastga qo'yardik. G'anani kun isiganda yoqardik. Yiri shoxlarini qishda o'tinga yoqardik. Mana qo'ylar qisiz kir bo'ladi. Oyog'i og'riydi. Hojalar siz aytgan palovodan keldim. Ochimi? Mayli. Yana suyasizlarmi? Men bu oyna kuni chiqardim, yo chiroyli chiqibdi. Ha, bitta yana xato. Ana aniqchi.
yaxshi ko'rdim. Ha, o narigi chetida. Qoraning chetiga qorani qo'yib qo'yganda, eshikning narigi chetida o'sha sariqni olib kelib qo'yish kerak. Bir yog'i qora, bir yog'i sariq bo'lib qolgan. Ya, men bunda teshikni ko'rdim-ku, anaqanikida. Mayda Qo'rg'on tepami, Qo'rg'on tepada. Qo'rg'on tepada bundan teshuv bor, hech kim ko'rmadi. Bunda olmasdi-da, mashinadagi edi. Qo'rqtamidi? Mundoq o'tib ketaman, voy, o'lsin, yopmasa. O'rtada xonadami? Nimaga men shunaqa deyman? Keyin bilasizmi? O'zim imorat qurganman-da, o'zim lombos bosganman bolalarim bilan. O'sha tomni bir chetida pardevor urilmay qolganda, o'sha o'y isimagan. Hech isti bo'lmadi spalnigini, zalli isildi. Keyin tomga chiqsam, yaqinda bir 5-6 yil bo'ldi. Chiqsam, o'sha yerda teshuv qolib ketgan ekan. O'sha hamma ninaday joydan teri sovuq kiradi-yu, hamma suv chiqdi. O'sha yerga to'pog'ini to'kdim-da, ustidan suv sepib qo'ydim. Endi ana qilaman. Anaqa isib ketdi o'yi. O'g'limiz o'zi Rossiyada o'g'illarni institutda o'qityapti. Nima qiladi haligi? Necha narsa beradimi sizga? Au, damasda. Ashuni xo'janaga berasiz-da? Ha, bo'pti. Nimaga? Haligi narsa. Ha, olib keling. Yo'q, olib keling hozir. Ko'ching desa o'ylaman. Sen meni cho'ntakka. Katta paket turibsan, olib beraman. Yo'q, olib keling, qolib ketadi, bilaman. Hozir ko'rik anaqa keladi, nimada? Taksi keladi. Yo'q, uni ekishim kerak, vaqt o'tib ketyapti. 2 kilo olganman. Voy, 2 kilomi? Voy, baraka topibdi, acham. Bizga 300 so'm kilosi. Nech pul? 300 so'm kilosi. 300 ming. 300 ming? Ha. Anaqa qilib kelib sotish kerak ekan. Ha, aytdim sizga. Nima u? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Pisha kartoshka. Ha. Nima qilay, menchi bitta opa keluvdi. Paxta olib kelay. Qadrdonlar kuzatib turinglar. Qadrdonlar. Endi hozir o'zini kutib ko'rsatib qo'yadi. Hali opam keldi, yana paytali opam. Hali Italiyada ko'rsatamiz, jab bo'lash choqat ketdi. Nimalar olib ketdi, sog'-salomlar. Boshqa. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Finalga yetib keldik qadrdonlar. Ona siz kelishingizni oldin rosa bo'ldi, nimadachi? Kelavering, aytamiz hozir. Qadrdonlar, finalga yetib keldik, mana Xudo xolasa. Juda go'zal final bo'lyapti. Uylar ham o'ta go'zal bo'ldi. Shu ulg'ayom kunlarda insonni qiynalgan insonni ko'nglini ko'tarish hammamizga nasib qildi, mana xursand qilish. Alloh rozi bo'lsin hammamiz qilgan ishimizdan. Kimiki yaxshi niyatda qilgan ehsonlarini Alloh o'zi ajr savoblarini ko'paytirib bersin. Inshaalloh. Riyo bo'lib qolishdan o'zi saqlasin. Duo qilyapmiz ekan qadrdonlar. Ulgurmay qoldim. Assalomu alaykum. Neyimsiz? Charchami? Yaxshi bo'libsiz. Rahmat. Kuylarga oldingizmi? Zakasi tashindi o'ziz kecha video bor dedingiz. Assalomu alaykum. Siz Charchami. Yaxshi oldingizmi? Xudoga shukr. Qo'lingiz yaxshimi? Xudolar muborak bo'lsin. Rahmat. Umri bilan, rizqi bilan, ota-onasi bilan, iymoni bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Qoriya qizlardan bu jannatlarda tosh kiygizsin. Inshaalloh, akangizga rahmat. Finalga borasizmi? Yaqinlar. Uyimdan borib olib bordim. Mashkoq tushirdi. Fakat bir joyda qimirlamay o'tirsan. Ha. 5 soat ishlash kerak. 6 soatdan ham ko'payib ketdi. Ha. Nimalar? Jam hojon opa? Hojoni shurdimi? Ha? Kechroq kelishadi. Iftorga deganmiz. Tamam.
sekin nima programmamiz tayyorgarlik qilib, qadrdonlar mana Mahmudodam ham ketdi Toshkentda. Tayyorgarlik programmamiz iftorga bo'ladi. Xudo xolasa xizmat qilganlar, demak mahalladan shu odamlar aytilyapti. Bunaqa nima aytmaylik. Qator hollar. Ehson ham bor ekan nima mahallada. Bitta popdi. Torlik bo'lsa kerak. Ha, o'z mashaga nechta hasharchilar chiqdi. Ashlarda aytgan ma'qul ko'rdik. Mana bittasi Hopiz. Bugun battle olammi? Bilmayman endi nima desa Qo'shiq. Bu qo'shiq yollaydi deyishyapti mana. San'atkorlar ham keladi deyishyapti. Menga surpriz qilishyapti kerak. Ha? Qani? Mana aytamiz shu yerda-yu. Va anaqa bitishlari ham bo'ladi. Nimalar ajab emas, oqtipaliklar kelib qolsa bosdi. Ha, ularni ovurag'ing kelmadi. Endi o'zlari kelishadi. Yo. Balki nima qilib aytib aytmadi, nima qilmadi, u bo'lib turib, balki o'zlaridan Yo, aytganman. Endi videoda o'xshi kelinglar dedi. aytayotganu o'zlaridan nima qilib turib, balki nimalari bilan ham kelaverishi mumkin deyman-da. Ular qo'ldan keladi. Ha, kutsa ular. Bo'lsin. Olsin apparaturini olib chiqib qo'yamiz. Aka aytdi, boshqacha maslahat bo'lyapti aka, rahmat lekin endi hozir Ramazon oyi Qur'on oyi-yu. Qur'on oyi uchun endi bu yerda qo'shib nimalar qilsak, ozgina hurmatsizlik bo'lib qolarmikin degan fikrda turdim-yu. Sizga akamga rahmat dedim, lekin kandan shunday bolani nimasiga sunnat to'y bo'ladi degandek qilib chog'ib qo'ysak bo'ladi deb asas qildik. Xudo xolasa kech kuni o'zi aytgandek hofizi Qur'onlar chiroyli Qur'on tilovat qilib bersa. Aslida mikrofon bo'lsa, mikrofon olib chekalam olib kelaymi yo alroq Yo'q, men yaqin. alroq Alloh. ha sog'a ham kelyapti qadrdonlar yups qilib ventilator ketdi adyallar ketdi bolajonlar o'ynayapti mana kuyovolarni yasantiryapsizlarmi oshlayapmi mashg'ul Assalomu alaykum. apchi Teminchi? Masjiddan olasizlar bitga. Ha? Masjiddan olasizlar bitga. Yo, bu anaqaga amir turishga oling. Velosiped olib kelishdi. Qandoshlar olib Ketib qo'ydingizmi? Bitta meni ko'rsatsinchi. Mahmudda gullar qalyapti. Lekin Gullarni kecha ko'rganman. Videoni ko'rdingizmi? Ha. Nima chekasiga bir foto bo'lganda yaxshi bo'lardi. Bo'lmay qoldi. Nima yo'q bu? Va tayyor olmagan shekilli. Ikkitami? Iydashni bo'lsam tayyorman aka. Tashqarida bo'ling. Ana nima? Yo to'xta. Keyin qani? Kel. Men yollaydim. Salonni bo'ytroqqa o'xshayapti. Qani? Kelma bitta meni ko'rsatchi endi. bu kichkina. Ha, sen ham. Voy ikki bir xil olishyapti. Hozirda bir xil qilib To'yim bo'ldi. Nima de? Bu masala indamay. Bu mali to'yim bo'ldi. Endi o'kinaveradi. Voy signal ekanmi? Ha, mana yaxshimisiz, sizmisiz, charchadingizmi? Rahmat. Что проблем, сестра? Bittadan sal chala qolgani bor ekan.
Qolganini ham olib tashlaymizmi? Qancha qolibdi? Kattasida deydi. Ne? Chigichi? Kichiginiki yaxshi deyishyapti. Kichigi o'zorgan ekan. Chalasi bor deydi. Chalasini olib qo'yamizmi deyman. Ustara bor. Qanaqamidi? Hamma o'char ekan. Ishkanka qilinganmi? Tashladi siz tushunasiz. Mana xaridorlar bunaqa tog'alar olib kelishibdi. Zarada Shattepaga tayyorlab qo'yapsizmi? Igarga chiqmadi-yu. Quyosh chiqib qoldi. Baloni zo'r ekan, baloni. Ha. Nima deysiz endi? Mana xudo xolasa zo'r to'y ham bo'lyapti inshaalloh. Endi xarid tug'ilmoqga ham mana shunaqa nasib qilsin-da. Haliga nima deydi? Xatna to'y degan narsa endi bizda bor-ku. Endi nima desa bo'ladi? Birinchi o'rinda o'zi kecha rahmatulloh akam aytgandek bitta qo'y so'yib, aqiqa. Hamdonjada avvalo. Lekin har bitta bola o'zini haligi bizda uch bo'lib qolgan, to'yim bo'ldi degani endi balki yaxshidir. Lekin avvalo shu aqiqa inshaalloh. Velosiped minib, piyoni ko'tarilib yurgani u zo'r. Hammamiz xursandmiz bunga. Bu nimani to'yi, sunnat to'ydi, nima qildi? Chukron to'yi deydi, boshqa. Buni udum-da, udum. Udum bu hamma bolalarda bo'ladi, nima qiladi? Bolalar menda bo'lmagan deb nima qilib yurishadi. Bu yog'ini bo'lgandan keyin hamma yog'ini nima qilib turib, balki ham bo'lgani-ku deb nima qilib turib xotirjamda. Yo'qolsam nima qilib turib, buni qilib berish olmovdi deb turib, katta bo'lganda ham o'kinib yuradi-da. Bu narsasi shunisi bor nima qilib turib, bu narsani kimdir hali deyib olma, unaqa narsa yo'q, u bu degan narsalar u nima masala udum bilan nimani aralashtirib olmaslik kerak. Nima to'g'risida. Endi mana Xudoga shukr, mana saxovatpesha xalqimizni yordamida men Rustamjon, Sirojiddin, Abdurahmonlar mashqda bosh bo'lib turib, mana shu xonadonga kelgandan bu qilmasak bo'lmaydi deb turib boshlab yuborishdi. Kunlarda sovug'ida, yomg'irlarda nima bo'lsa ham hali qor edi. O'g'illar tepasida qorlarni olib tashlab boshlagansizlar. Birinchi bloklarni olib kelib turib, bir qator blok terib, ustida nima qilib degan. Endi mahalla ahli ekan, Xudoga shukr, uzoqda bo'lsa ham, kela olmasak ham ko'rib turib, duo qilib turdik. Quruq bo'lmasin deb kelyapmiz-da. Ha. Ha, mahallani idishtovolari chiqdi. Ishlik omonlik bo'lsin. Parvardigori olam, 18 ming olamni yaratgan Haq subhanahu va taolo hamd sanolar. Büyük sevimlik, otamızdan da onamızdan da sevikli bo'lgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavat salomlar uchun ahli baytlariga, sahobai ikromlariga, yurtimizda o'tgan barcha olim sizroq, g'arib va din ahli peshvolarga, bu manzildan qanchadan qancha yerlarni bir qillik joylar ekanki, yerlarni o'chib paxta maydoniga aylantirib va shunday keyin Paxtaobod deb shunday ulug' nom qo'ygan bu yerdagi Mardonobod dehqonlarimizga, sohibqor insonlarimiz o'tganlarning barchasini Alloh rahmatiga joylarini jannat aylasin. Bu yurtda odamlar hammasi qo'li qadoq mehnatkash insonlar edi. Ularni hammalarini Alloh rahmatiga yo'llasin. Bu xonadon sohibini Allohga yetgan bir umidi bor ekanki, mana bir salkam bir oy ichida bizni boshlig'imiz bo'lmish Mustafon, ukalarim hammalar jasorat ko'rsatib shu xonadonni mana bitkazib, katta to'y arafasida turibdi. Qilingan mehnatlarimiz Alloh o'zi qabul aylasin.
hammalariga Alloh bu mehnatda, bu katta proyektda xizmat qilib, o'z ayonalarini, o'z nimalarni mehnatlari bilan ishtirok etgan yurtimizda barcha va yaqin Sharq masharqiga butun xizmat qilgan Rusiyada deysizmi, Koreyada deysizmi, Turkiyada deysizmi, Isroilda deysizmi, Amerikada deysizmi, bu yerda hammani o'zini o'z o'rni borkim, o'zini hissasi borkim. Alarni barchalarini Alloh qilgan ihsonlarini dargohida maqbul aylasin. Allohim mana qarang, shu boshlangan ish albatta yakuniga yetar ekan. Yakuni shunday charog'on, quyoshli kunlarga kelib turibdi-kim, buni topshirib, xonadon egalarining bag'rilariga kirib va shu xonadonda unib o'sishsin, bolalari kichkina ekan unib o'sishsin, xonadon sohiblari haqqimizga duo qilib turishsa bo'ldi. Allohim qilingan ehsonlarimizni dargohida maqbul aylasin. Uzoq joydan mana ayam birla kelib keldinglar. Kecha Qashqadaryo biz ham televizorda ko'rib, yetib hammasiga baho berib, Alloh rozi bo'lsin, ayollarning ehsonlarini dargohida maqbul aylasin. Yurtimizda tinchlik, amniyatda yurgin. Har xil baloyi ofat qazolardan o'zing asragin. O't balosi, suv balosi, kulli ofatlarni zonimiz zulmidan asragin. Xonadonlarimizni fayz barakotini bergin. Ahli ayollarimizning bola chaqalarimiz bilan diniy diyonatda islomda barqaror aylagan holatda yashab, bu kunlarimiz eng ulug' kunlar kim? Ro'zai Ramazon oyi Alloh eng oylarning eng ulug' oyi ekanki, xonadonimiz sohibalari dasturxon solib, saharliklarga taom tayyorlab, iftorliklarga taom tayyorlab turgan bu ayollarimizni, bu kelin farzandlarimizni Alloh martabasini ulug' qilgin. Biz ibodatda tutgan ro'zalarimiz, o'qigan namozlarimiz va xutandagi men o'qib turgan Qur'ondagi barcha qiyomda, rukuda turgan ibodatlarimizni o'zing dargohida maqbul aylagin. Iymonimiz va salomat tanjanimiz ikki dunyo saodati erishaylik. Alloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Omonmisiz? Yosharlik. Parda boqat. Charchamas. Xudoga shukr. Qalb amri bilan sizlarni ko'nglingni cho'ktirmagan holatda shunday ulug' kunlarda, shunday tantanali kunlarda yetib kelib xizmatda bo'laylik deb yetib kelib joy aytdingizda endi. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Namanganda o'qidimmi? Habba? Maktab bo'lardi Namanganda. Maktabasidan bo'ladi. Sal prostoyroq. 150 ming so'm. Andijon do'ppiga tortgan ekan. Tortar. Biznikimda do'ppiga o'xshab chiqadi. Bilib qo'ying. 65-70-yillarda Ko'stan Andijonda bir kelincha tushadi. Turib oxiri Andijon do'ppini yaratadi. Shunday tayyorlanadi. Kamera o'ynagan yana qilib qo'ydim, qadrdonlar. Patinka kiyasizda, operator. Film aka oldingizmi? Juda xursandmiz. Kechagina Qashqadaryoga videolaringizni ko'rib, yanada xursand bo'ldim. Boshida mana Tashkentda ayamiz katta iftor ayonalar bilan kelib, iftorlik paytida ayamni ko'rib, nimani haliga tog'amma onalarni ko'rib, hammalarini ko'rib, juda xursand bo'lganimni aytib, bu yerga yetib kelsangiz bo'lmaydi. Bizdan yetib kelib mana shu yerda xizmatda bo'lib turibmiz. Tashlab kelyapsiz, sho'jana. Yo'q-a? Ya, uydan mashinaga chiqaverdi. Ozgina kech qolganda, duolarni. Kech qoldi. Telefonga yozib ushlab turardi. Mayli. Duolarni oldim. Kam bo'lmang, sog' bo'ling, salomat bo'laylik. Mana boshlangan ish hech qachon yakunlanmasdan qolmaydi. Yakunlandi. Oftobli charog'on bo'lib turibdi. Kecha hoji bo'lamonlar ekib ketishdi. Hammasini ko'rib, xursand bo'lib turib, mana haliga hoji pochchamiz qayda desangiz yetib keladilar. Stullar keldi, qadrdonlar, stullar, bolajonlar uchun. Mehmonjonlar ham keldi mana.
Bizden düşürüşürmezsin mi kötü? Yufka koyalım da. Ya ahrak ya. Yaptınız yok mu? Ulan ilk yarın geldi yani dolar. Nerede gel? Öz öyle bana yaptılar. 5'te. Ol 5'te. Ama yok Herkes sevgili otur ha. akşamlar. Bu boşa da mı yaptın yani? Qadrdonlar, Gördünüz mü? opaga nima qildi endi hozir hayajonda finaldan keyin nima qilsa chiroyli nima qiladi xato bo'lmaysizlar a endi hozir hayajondalar bek qaranglar qanday burun qanaqa edi hozir qanaqa bo'lib qoldi shuni ko'rib shok topdi uyda buncha odam mehmon o'zidan o'zi bo'lib ketyapti endi bu opam nimasida hozir sizlar bilan biz uyushtirib qiynaldik ashika shokda ha butun nimalardan boshda keluvdi mana shu odam qadrdonlar mana oxirida ham mana shu turibdi duo qilib qo'yasizlar mana shu xayrli To'g'ri, xudo xohlasa oxirigacha olaylik deb turibmiz. Sizlar tuzatsak, ertadan men qolganlarni tuzatib, keyin yana boshlaydigan hisoblar. Vaziyatda bedmin olib ketdi-yu. yo'q hozir videoga olasizmi rasmga olayotgan ekan nima sizga ishonadi yoki mana shu final Orada chiqmay qolibdi deyishim. Yo'q, mashina ham aslida qo'llar. hozir ichkarida nimani ham cholorsiz chiqdida Yo'q, yaxshi bu. joy to'lib qoldimi opani gapiryapti yami yo'q Ne hayol ketib qolyapti, to'g'ri tushunasizlar. Hozir gaplarni eslab o'rayapti. Faxroyganga beraylik kamerani hozir video yaqin desam yaqin deb ushlab turibdi Fotoda turibdi. rasmga olayotgan Arada oldiga turib, omma o'tolmaydiganga o'xshab turmayapsizmi? bolachalarga nimaga hozir manadan videoga olish kerak desam manadan qanday o'taman deb turmang qarab Bo'ldi. Astag'firulloh. Unaqa tezlikda o'tolmayman dedi. 4, 8, 12. 12 ga 12. 25 ta bola sira ekan. Bitta sinf yegi bo'lyapti. Bitta sinf narayapti. Mana opamizdan kelyapti, qadrdonlar qaratmay qo'ying. Ya bugun videoga tushgani kelibdi. Bugun tushaverasizmi? Ha? Bugun tushaverasizmi? Putovka olgan. Tokchadan ruxsat topdi, bemalol ekan. Yomg'ir yog'ar qor. Qor ostida qumbazor. Mana. Kattasini miningda. O'zinikini mingmi? Mashina ham ukangnikini anaqa qilyapsan? Ikki balon teng ko'tara olasizmi sepet? Ha? Ikki balon teng ko'tara olasizmi sepet? Mana bunday qilasizmi? Gördünüz Neyse bunu zaman. Ana, nasıl etmiyor? Öldürdün mü hocam? Ha? Evet, dostum bu sizlerge vasıf etmez bu. Yaramaydı bu. Özü sepini düzeldi. Ko'rinish ashulasiga o'xshaydi. Begijon aka vasif bo'lganda bu yoqqa mindirasdik. Zo'r kadr bo'lardi.
Qanaqa? Ha, 3 g'ildirak. Orqada gaplashib turaveradi. 3 g'ildirak yusib ketdi. Uyga operatsiya aytib nazar qo'ydi. 3 g'ildirak yusib ketgan berishdagi bejonaga. Ha, ko'rdim. Oxirida qo'yib ketaylik mashqada. Bitta balonda ko'tarib minganim deysiz. Yo'q. Ve siz yoshar kesdimi? Bahor shu yigitga ta'sir qildi-da. Aytgan aytyapman. O'zga yoshar qo'yman. Atrofida Tartama. rahmat. Farizga shukur. Momoga. Opa aybdan. Ha? Kuyov olasan ekan. Ve to'rovlar kelinglar xolos. Ha, endi biror yarmi 2 yilda kelyapti. Nima? Kim kelyapti? Qazlar. Nima o'zimiz keldi? Ana oramizda degan o'shalarni ha, operatordan qarayapti. Aka rasmiy javob Garab keldim bu safar. Ha, uni Yo'lni ko'rsatib keldim. Ha, tomoni boshlayapti. yo'q, sotib oldik soch. Bekarga oldirdingizmi? Ha? Bekorga. Jon aka, unaqa mashka. Assalomu alaykum. Bu qo'ldagi olib berdi. Sohbaga olni ham demaysiz. Mashinalar ochib qo'ysak. Abdurahmon ovoling. Futbolga yo'lida o'ziga o'zi qildida Mirsayev aka. Qattiq bo'ldi bu. Abdurahmon. Ko'rsakka bunga, ko'rsakka. Abdurahmon. O'zi eng chiroyli. Mana uni marta. Chiroyli ko'rdi. Mirsayev aka. Endi ham rahmat o'zim aytdi. Gaplashganimni ham aytdim. Bo'ldi. Mana aytib bering, mana qiyos ko'rishyapman. Ularni o'rni kiyib olasiz ekan o'zi, yigitga hali. Hozir kiyapti, qani? Hozir keyin Loyiqmi, loyiq emas. Hozir kiyapti. Kamsizga aytib, Yo'q, atela Qo'qon bozoriga chiqib. olib kelingan bo'shadi. Sakras razmeri zotmi? Ratmermi? Qani anaqa? Ana, Yetgan mana. necha kiyo? Hozir keyin Yetdi. hozir keyin. Ure, bo'lyapmi? Kameraman adammi? Bu jijigi ekan, qadrdonlar. Razmerimi topsangiz. Qora yo'qda. Ha, tortmaysa qo'yavering. Qora yo'qmi? Endi yo'q desa bo'ladi. Turist bor. Gördünüz mü aka Arjumaniyani? Bo'ldi, mana kameraga aytishim. Assalomu alaykum. Mana uylarda bitdiysizlar bolalarim, Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa qo'linglardan chiroyli ishlar qilib, uylarda oxirigacha birovlarga yaxshilik qiladigan solih farzand bo'linglar. Sizlarda qilgan ishinglardan ota-onalar hayot bo'lsin, umrini uzoq qilsin, o'tib ketgan bo'lsa oxiratini bersin. Rahmat bolalarim, Alloh rozi bo'lsin. Nurlarni ko'rasiz. Sizga baraka bersin. Nevaram bo'ladi. Rahmat, ashnevaringizga yaxshi tarbiya beribsiz, Alloh rozi bo'lsin. Xayriddin opasi bo'laman. Kelinlarim, singillarim xizmat qilib. Hasadchi ukamizni buylari bo'lar ekan. Qadrdonlar duo qilib qo'yinglar. Oxirida shu bolalarimni ko'rib kelay deb keldim-da, rahmat.
Hadi tugab qoluvdi. Kendi mana kiyib oldim, yarashibdi o'z baho berib ko'rasiz, komment yozib ko'rasiz. Rahmat, tanjonlar sog' bo'lsin. Misal tekamiz bilan kendi Apga bergan odamda. o'rganib qolyapti. Kendi ham uyga olib qo'yib qo'yganda u qanday keladi? O'rganib qolyapti-da. Hozir misal tekam misal tekam olib borasiz. Nima ketam kerak? Hozir albatta qadrdonlar juda ko'pchilik karta so'raganda kartani berganim yo'q. Buni hasil tariqasida gapiryapman, lekin masal ekam pulni qaytara olmaymiz albatta. Rahmat. Kendi yasayoqdi, zo'r narsa olsiz. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'ying. Rahmat. Yo'q, shuyor bo'l. Bilasizmi masal ekam? Zo'r kunga qulluq bo'lsin. Manda ko'plarni aka aytolmayapmiz, aytavering, sizga ham olib beradi kendi. Ayting jon aka. Rahmat. Bitta kendi bez video aytibdi. Biz hali kiymaganmiz mana shunaqasini deb. Ukasiga berdi. Ukasiga 70 milliy futbolkani kiyib yuribman hali ham deyapti. Yaxshi oldinglarmi aka? Ama endi lakaslarni kilo. Men yetdim. Mana hali kuli bormi? Yusufjonning uyida ket. Jahon bozorida bilan ketamiz dedik. Endi albatta most deytamiz deydi. Qanaqasi? Kamera qada olishni bilmayapti. Ro'at, Botaqarada keldik, so'ashda ekletlarga keldik deb aytsam, bundagina tugamaydi ekan. Bundagina adirlar kelyapti. Ba'zi shaka yuribdilarmi? O'sha o'tgan safar kelgan tomonni. Uzoq uylarda keyin sizlarimizga bo'lmaydi ya. Bu paxtavod shup yuradi. Tez o'tadi. Yeni kilo onu adirlarda Biz yo'l yaxshi tekis. Biz yo'l yaxamiz. Yo, men uchmatda baqarab yuring. Yusufjonning nimasini olib chiqamiz. Nimasida berdim. Yo'q, bo'pti berdim. Adoy. mahallalardan chiqadi, shodan yuringlar dedi-da. Siz biz mahalladan yurib, biz oldimizga kelganda telefon qilishingiz kerak edi. Qizingizga hojona Toshkentda kiyimlar olib keldi. Bolalaringizga hammasiga yetadi. Bo'pti. To'xtang bo'pti. Ana hozir biznikida turibdi-da. Hali endi anaqa Omajonga ketyapti. Bilar? Omajon keldi. Ba. Mashtaqasida. Ostingizga bolalarimiz ketdi. Yo'q, biz tomon yaqin jon aka. Ketishga shunaqasi qulay. Agar hojonamga rahmatlar aytib qo'ying. Rahmat hojona. Xo'sh keling hojonim. Bo'pti. Kecha sarpolarda osanga olib ketiribdi. Ko'rib oldimmi? Xotin bo'ylab Kechqurun Sayamay o'tiraveribmiz biz. Mana endi ana qo'yib turuvdi mana Abdurahmon. Ana qo'ydi, nima deydi? Siznikidan kattasi keldi. Shu yerda akamiz bor, Xayriddin akam, Alloh rozi bo'lsin. Shundayda onasi. Xayriddin akamning ayoli o'shaqa narsa olib keldi, sovg'a qildi. Vaqtda. Xo'sh, hisob qo'yaman endi. Boshladim mashina. Birinchi bor o'zim o'ynab beray. Jigar tashiydi. Ana to'yga to'y oladi akalarimiz ham kelib qolibdilar. Bitta chiroyli qilib. Hop biz bitta chiroyli Jigar mashinaga tashlaymizmi? Hop asboblar bilan. Mashina bitta. So'rayap mashina. Kamera. Sizlar ko'rinayapsiz. Jigar bitta olib chiqasiz. Kelinglar. Salomat yaxshi. Kelinglar.
Allah olishov, bismillah da ayt. Gapir. Qalaysizlar? Yaxshilar. Kimni sinfdoshisan? Nurberdi. Oshlayib tabriklab qo'ying. Tabriklayman. Nurberdi tabriklayman. Assalomu alaykum. Kimni sinfdoshisan? Umr berdimi? Tabriklab qo'ymaysizmi? Ana